Ta'lim bu faqat darsliklar, sinf xonalari yoki imtihonlar emas. Ta'lim bu kelajakka tashlangan poydevor, orzu va intilishlar qanotida parvoz qilayotgan avlodlar taqdiri. Jarqo'rg'on tumanida bu yil ham ta'lim sohasi e'tibor markazida bo'ldi. 2024-2025 o'quv yili yangilanish, imkoniyatlar va yangicha yondashuvlar yili bo'ldi deyish mumkin. Tuman ta'lim tashkilotlaridagi sinf xonalarga zamonaviy jihozlar, interaktiv doskalar o'rnatildi. Endi har bir bola zamonaviy bilimlar dunyosiga qadam tashlash imkoniyatiga ega. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, bugungi kunda Jarqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufida 69 ta umumta'lim muassasalari faoliyat olib bormoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar soni 44776 nafar bo'lib, ushbu o'quvchilarga hozirgi kunda 3652 nafar o'qituvchilar ta'lim-tarbiya berishadi. Tumanda 305 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lib, bugungi kunga qadar 17830 nafar tarbiyalanuvchi qamrab olindi. 2024-2025 o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2785 nafar 11-sinf o'quvchilari maktabni tamomlashdi. 11-sinf o'quvchilaridan 10 nafari kumush hamda 29 nafari oltin medallar bilan maktabni tamomladi. 2024-2025 o'quv yilida tuman tasarrufidagi umumta'lim maktablaridagi 11-sinf o'quvchilaridan 11 nafari muddatdan oldin O'zbekistondagi va xorijiy oliy ta'lim muassasalarining talabasi bo'lishga musharraf bo'ldi. Ustozlar taraqqiyot poydevori. Bu yil 300 nafardan ortiq o'qituvchi malaka oshirish kurslarini tugatdi. Ular yangi metodika va pedagogik yondashuvlar bilan dars berishni boshladi va natija ham uzoq kuttirmadi. Tuman o'quvchilari viloyat va respublika olimpiadalarida munosib ishtirok etdi. Bugun o'qituvchilar uchun yurtboshimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar faxriy o'qituvchilarni ham to'lqinlantirmoqda. Haqiqatan ham ta'limning samarasi bu o'quvchining bilimi va erishgan yutug'ida namoyon bo'ladi. Shu yilning o'zida 11-sinfni yakunlagan 11 nafar iqtidorli yoshlar o'z bilim va intilishlari bilan nafaqat yurtimiz, balki xalqaro oliy ta'lim muassasalari talabalari safiga qo'shilish baxtiga musharraf bo'ldi. Ular orasida birinchi umumta'lim maktabining 2 nafar o'quvchisi Jo'rabek Akvarov hamda Akobir Abdumo'minovlar ham bor. O'tgan yil sentyabr oyida men IELTS imtihoniga kirib chiqdim va 7,5 ballni qo'lga kiritdim. Bu natija meni yanada xursand qildi va meni top 1000 talikda turuvchi universitetlarga topshirish imkoniyatini yaratdi. Yoshligimdan Amerika Qo'shma Shtatlariga qiziqqanligim sababli o'sha davlatga topshirishga qaror qildim va 5 tadan ortiq universitetga ariza topshirdim. Bu natijaga erishishimda birinchi o'zimning maktabimning hissasi juda ham katta deb o'ylayman, chunki ular biz kabi o'quvchilarni yo'naltirib shuncha tarbiya berib, juda katta hissa qo'shishdi. Oldingi yildan beri men IELTSga qiziqishim ortdi va bu yil men o'zimning IELTS natijamni oldim va IELTS natijam turli xil xalqaro universitetlarga imkoniyat kalitini ochib berdi. Va men 4 ta Amerika universitetining talabasi bo'ldim va bu natijamni qo'lga kiritishimda maktabimning o'qituvchilari o'rni katta deb o'ylayman. Bu kabi yutuqlar nafaqat ota-onalar va o'qituvchilar uchun, balki butun jamoatchilik uchun g'urur va iftixor. Eng muhimi, bu muvaffaqiyatlar yoshlarimizning yuksak maqsad sari intilishi, ulardagi vatanparvarlik va oliy ta'limga bo'lgan qiziqishning yorqin isbotidir. Senga ishonamiz, ko'p motivatsiya beradi. Sen parovozsan, 4 ta farzandim bor. Katta o'g'ilsan, dadasi ham aytadi, katta o'g'ilsan, parovozsan sen. Sen kattadan relsga tushib olsang, ukanglar ham seni, singillar ham senga qarab vagon o'lar. Senga shunga qarab yuradi. Ukanglar, singillar deb dadasi ko'p nasihat beradi. Shukr, mana shu natijaga erishdik. Endi o'zi, dadasi, biz hammamiz oilaviy maslahat qilib bitta universitetni tanlab, xudo xolasa Amerikaga yubormoqchimiz. Bu yil birinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabimizda 11-sinfda 87 nafar o'quvchilar tamomladi. Xususan ularning ichidan 36 tasi aynan mening sinfimning o'quvchilari hisoblanadi. 11-A sinfni tamomlashdi. O'quvchilarimiz orasida milliy sertifikat, xalqaro toifadagi IELTS sertifikatlari, hattoki koreys tilini bilish darajasidagi TOEFL sertifikatlarini ham olgan o'quvchilarimiz bor. Ularning deyarli hammasi o'zlarining universitetlar yo'nalishlarini tanlab bo'lishdi. Xususan bunda o'qituvchilarimizning, pedagoglarimizning, maktab rahbariyatimizning ham hissalari juda ham katta. Biz o'quvchilarga va ularning ota-onalari bilan birga ishlab, ularga yo'nalish berdik, hattoki universitetlarni ham tanlashga yordam berdik. O'zimning sinfimdan muddatdan oldin o'qishga kirgan, ya'ni xalqaro sertifikatlarni olib o'qishga kirgan o'quvchilarim bor. Ulardan 2 nafari may oyigacha o'qishga kirishdi va yana 3 nafari yaqinda o'qishga kirganligi haqida ma'lumot berishdi. Bu kabi imkoniyat va sharoit
ilgari yo'q edi. Ayniqsa bizni o'zimizni davrimizni hisobga oladigan bo'lsak, bizda faqat bitta universitetga kirish imkoniyati bo'lgan va bitta universitetga faqat bir martagina imtihon topshirishimiz mumkin edi. Hozirgi kunda esa muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor tufayli o'quvchilarimiz 5 ta universitetga hujjat topshirishlari mumkin va bundan tashqari xalqaro universitetlarga cheklanmagan miqdorda hujjatlar topshirib, o'qishga kirishlariga sharoit yaratildi. Hozirda maktablarda dars mashg'ulotlari yakunlanib, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning ilm-fan, san'at, sportga bo'lgan qiziqishlari ta'til mavsumida ham rag'batlantirilmoqda. Bu borada Dolzarb 90 kunlik tadbirlari tarbiya, tartib va taraqqiyot sari dadil qadam bo'lyapti. Aytish kerak, bu tadbirlar shunchaki reja yoki rasmiy vazifalar ro'yxati emas, balki maktab hayotiga, ta'lim-tarbiya jarayoniga, tartib-intizom, tozalik va ma'naviy muhitga yangi ruh bag'ishlovchi keng qamrovli harakatdir. Muxtasar aytganda, har bir farzand ta'lim olayotgan maktab bu kelajak poydevori qo'yilayotgan muqaddas maskan. O'qituvchilar eng ulug' va zahmatkash kasb egalari. Ularning mehnati, ota-onalarning e'tibori va yoshlarning bilimga chanqoqligi shu yurtning porloq istiqbolidir. Har bir bola hayotidagi ilk muvaffaqiyatlar maktab ostonasidan boshlanadi.